katta enterovirus belgilaridan bittasi ko'pincha bolalarimizni tanasida toshmalar paydo bo'lyapti. Ko'pincha buni vahima qilib meningit emasmi deb yugurib kelishyapti. Enterovirus toshmasi juda ham boshqacharoq bo'ladi, ya'ni tanasiga, qorin qismlariga toshadi. Meningit infeksiyalarida esa, ya'ni dumg'aza qismlarida, keyin qorinning oldi qismlarida toshadi, lekin u toshmalari nisbatan gemorragitskiy toshma deb aytamiz. Gemorragitskiy toshma terisidan sal bilinib, sal kattaroq bo'lib, qon talashga o'xshab yoki bo'lmasam ko'karganga o'xshab toshma bo'lishi mumkin. Enterovirusga esa badanida mayda toshmachalar yoki bo'lmasam xuddi chivin chaqqandek toshmachalar bo'lishi mumkin. Bu toshmachalarni ketkazishimiz uchun birinchi ichak faoliyatini to'g'irlashimiz kerak. Ya'ni probiotik, prebiotiklarni beramiz. Agar bolamiz ichi suyuq ketayotgan bo'lsa, demak ichini to'xtatish uchun dori preparatlarni berib, sekin bolamizga yordam beramiz. Endi bu narsalarni yordam berish uchun Evamed klinikasida bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda mutaxassislarga boy bo'lgan infeksionistlarimiz bor, pediatrlarimiz, reanimatologlarimiz bor. Shularga hamshiralar misol uchun stilet qo'yishga juda ham usta, bizada yosh bolalarimizga stiletlarni qo'yib berishadi. Bemalol intravenalari kerak bo'lsa yoki bo'lmasam birinchi yordam kerak bo'ladigan bo'lsa 24/7 sizlarga xizmat qilishga tayyormiz.